2026-yil avgust oyiga umra safarini rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilarimiz. Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra ziyorati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoda yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lasizlar hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Madinada mehmonxonamiz markaziyada joylashgan, oraliq masofa 250-300 metrni tashkil qiladi azizlar. Gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsalar. Makkada esa haramdan gastitsadan haramgacha 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi azizlar. Bemalol piyoda 10-12 minutda yetib borsangiz ham bo'ladi azizlar. Undan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham bemalol borib kelsangiz bo'ladi azizlar. Madinada mehmonxonamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Albatta o'zbek oshpazlari tomonidan beriladi azizlar. Undan tashqari azizlar, sayohat va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham sayohatlar bo'ladi azizlar. Haftada 2 kun ishlayotgan Qur'on kitob bosmaxonalari, agar borgan kunlaringga o'sha yerda bo'lib 2 kecha 3 kunduz o'sha yerda bo'ladigan jarayonida davomida ochilsa, ochiq bo'lsa, bemalol eliboshlarini o'zlari olib kirib olib chiqishadi azizlar. Undan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yilgan azizlar. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Bizda hammasi litsenziyalangan, qonuniylashtirilgan azizlar. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz har hafta bor. Haftaning har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftaning har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimiz bor azizlar. Bu yerdan Farg'onadan samolyot uchadigan bo'lsalar, to'g'ri Jiddaga qo'nadi, hech qanday persatkasiz. Jidda aeroportida bizda boshlarimiz o'zlari kutib olishadi. Keyin Madinaga olib borishadi. Madinada 2 kecha 3 kunduz bo'lasizlar. Undan keyin Makkaga olib borishadi. Makkada 11 kun davomida sayohat va ziyoratlaring bo'ladi azizlar. Barcha qilinadigan amallar, barcha sayohat va ziyoratlarni malakali tajribali eliboshilar tomonidan amalga oshiriladi azizlar. Undan tashqari siz bizni firmamiz tomonidan, Centrum Holidays tomonidan boradigan bo'lsangiz azizlar, bizda mana bunday bejiklar beriladi. Bu bejiklarga mehmonxonamiz qayerda joylashgan va mehmonxona raqamlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Bu ko'pincha yo'qolib qolgan yoki bo'lmasam adashib qolgan hollarda mana shu bejik juda katta rol o'ynaydi azizlar. Undan tashqari kamchilchalar bor, bizda har xil razmerlari bor, xudo xolasa azizlar. Undan tashqari sumkalar bor azizlar, mana bunday sumkalar beriladi. Bularning hammasi bepul azizlar. Firmamiz tomonidan padarka bo'linayotgan narsalar azizlar. Bu sumkalarga o'zingizni telefoningizni yoki bo'lmasam yoningizda olib yuradigan narsalaringizni solib yursangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari siz bizni chet eldan yoki uzoqroqdan kuzatayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilishni xohlaysizmi? Unda bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga mana bunday Centrum umra ziyorati sertifikatlarini beramiz. Albatta sizni nomingizdan yozilgan bo'ladi azizlar. Sizni ota-onangizni yoniga bitta chiroyli guldasta qo'shib, sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Albatta bu sertifikatlarimiz Farg'ona va Marg'ilon ichi azizlar. Agarda uzoqroqqa bo'lsa, uni ham amalga oshiramiz, lekin mashinalardan berib yuboramiz, olaveramiz deydigan bo'lsangiz, buni ham yo'lini topamiz azizlar. Xo'p, azizlar, eng qiziqarli joyi narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 dan sizlar uchun qo'ydik. Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimizning narxini esa sizlar uchun $1075 dan qo'ydik azizlar. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyaga yozib keting yoki bo'lmasa aloqaga chiqing. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa azizlar, podpiska, like bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.